man ham qilib ko'rdim, o'xshab chiqdi. Internetda mashhur bo'lib ketgan, bo'mbillab chiqadigan o'sha yaponcha pankekni o'zim pishirib ko'rgan usulda sizlarga ham o'rgataman. 6 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olib, sarig'iga 75 gram sut, 1 chimdim tuz, 3 gram razrexitl, vanilin, 75 gram un solib aralashtirib olamiz. Oqiga 75 gram shakar, 1 chimdim limon kislotasini solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Boshida sekinroq, keyin tezlashtirib, yaxshilab qotguncha ko'pirtirib olamiz. Sariq massamizga oqidan ozgina qo'shib suyultirib olib, keyin hammasini birga ohistalik bilan aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni konditer qopchasiga solib, tovamizni yengil yog'lab olib, pankeklarni shakli chiroyli chiqish uchun pergament qog'ozidan qolipchalar yasab oldim. Qolipchalar past olovda qizigan tovaga qo'yib olib, ichiga masalliqdan to'ldirib olmasdan sovolamiz. Chunki pishayotganda ishadi. Chetlariga ozgina suv solib, qopqog'ini yopib past olovga dimlab qo'yamiz. 3-4 minutdan keyin o'girib, yana pishguncha dimlab qo'yamiz. Orada 100 gram shokoladga 30 gram sariyog', 2 osh qoshiq sut solib, aralashtirib eritib olamiz. Pankeklar ham ko'rib turganinglardek ichlarigacha pishib, paxtada yumshoq bo'lib chiqar ekan. Xohlaganingizcha o'zingizlar bezatsangiz bo'ladi. Bay, shunaqa yumshoq, ipayday mayin, juda mazali.